Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Kuniga 1 million so'm topadigan, o'lmaydigan hozirgi kunda trendda bo'lib turgan qishloq sharoitida gazdan foydalanmasdan 1 soti, 2 soti joyda biznes boshlasa bo'ladi deganmidilar. Men sizlarga shunaqa trendda bo'lib turgan zo'r biznes topib qo'ydim. Akalar, realni hozir hamma sekretlarini ochamiz. Assalomu alaykum. Akamiz kuniga 1 million so'm daromad qilyapman deyaptilar. Hozir hammasini sekretlarini bilamiz. Rostdan aka 1 million so'm daromad qilyapsiz? Hozirgi kunda hozir emas, ob-havo sharoitida kuniga 1 million daromad qiladigan qilsa bo'laveradi, qo'rqmasdan. Chunki bu trenddagi ish, u alinaqa ertaga sotuvdan, anaqadan muammo bo'ladigan narsa emas. Hozir real gapni aytyapsiz-da. O'z qilyapsiz. O'z 1 million topyapsiz? Topyapman aka, kuniga. Necha joyda topyapsiz shuni? Aka 15 metrga rosa bo'lsa 8 metr chiqadi manaqa, 8-10 metrli joy. 15 metrga 8-10 metrli joy. Xo'p, necha kishi ishlaysizlar mana? Aka 3 kishi ishlaymiz. 3 kishi ishlaysizlar. Endi aka menga matematik hisoblab bering. Qanaqa qilib 1 million topyapsiz? Akamiz maksimal foydangizni hamma yo'qni hisoblaysiz. Ha, rasxod bo'lsa chiqarganman mana. To'kka rasxod qilasiz. 50 ming, 100 ming kuniga maksimalni. Bittasini tayyorlaysiz, 12 mingga tayyor bo'ladi sizga. Siz 17 mingga sotasiz. Misol kuniga 2 ta hozirgi sovuq havoda 2 ta quysangiz 5 mingdan qolyapti donasiga. Qarang, 12 ming deganingizda ishchisi hamma yo'q ichida to'kigacha qo'shib yuborgan holat. Hammasini chiqarib to'k, qum, o'sha tarkibida nima ketsa hammasini hisoblab odam ishlasangiz, odam nimani ham qo'shib beryapman. Hammasini chiqarib oldingiz, 12 ga tayyor bo'lyapti. 12 ga tayyor bo'ladi. Necha pul sotyapsiz? 17 ming sotyapman aka. 17 ming sotyapsiz. Xo'p, men aka qarang, xo'p men mana shu biznesni boshlab oldimda, chiqaryapman, to'plab oldim. Uni sotuvda muammo bo'lmaydi. Sotuvda muammo bo'lmaydi aka, mana holatni tashqaridan ko'rsataman. Trendda tashqarida o'zimizda ham yetkiza olmaymiz aka. Hozir ko'rsatamiz. Akalar bittadan like deb bosib qo'yinglar. Kuniga realni $100 topyaptilar ekan. Hamma yo'g'ini ikir-chikirigacha olamiz. Ikki joyda boshlaysiz. Boshlanish necha puldan boshlangan? Aka, boshlanishi $1,5 ming bilan boshlangan. $1,5 ming bilan boshlangan. Hozir necha pul bilan boshlasa, bir 500 ming atrofida daromad qiladi aka. Shuni tavsiya, o'zingiz tavsiya. Bir 3 minglar bilan boshlasa 500 minglik daromadga chiqa oladi, 3 ming, 4 ming atrofida. 3 ming, 4 ming dollar bilan 500 ming so'm kuniga topsa bo'ladi. Hamma xarajatdan tashqari. Akalar 500 mingdan bir oy ichida 15 million topsa bo'lar ekan. Like bosib, kommentariyada o'zlaringizni xolis fikrlaringizni bildirib ketinglar. Biz yana ham chuqurroq ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Aka, bu narsani qo'shni viloyatlarga yo uzoqroq joylarga tashab, misol uchun dastavkalarni qilib bersam foyda qilaveradimi? Bo'ladi, xudo xolasa dastavka kelishasiz uyda egasi bilan. Endi misol uchun 2 mingta, 3 mingta oladigan bo'lsa, bar dastavka qilib berasiz. O'shaning ichida ham bari foydangiz bor. Foyda bor. 4 ming qoladi, misol uchun uzoqroq joy bo'lsa, 1000 ta, 2000 ta oladigan bo'lsa, 17 mingdan aqal olib borib beradigan bo'lsa, yo'l kiragiga 1000 so'm yo 800 so'm beradigan bo'lsangiz ham sizga yo'qdagidan 4 ming yo 4,5 ming qoladi sof foydasi. Zo'r aka, endi bo'lmasa bir boshdan ko'rsataylik. Qanaqa qilib chiqaramiz? Mana shunaqa tashqarida joy bo'lish kerakmi aka? Ha, tashqarida ozgina qumga, anaqaga sharoitga nima bo'lsa, mashqa to'kib beradi. Bu yerda doim bir kishi band bo'ladimi? Doim bir kishi ko'p band bo'lmaydi aka, chunki bunga solib qo'yadi. O'zining ag'da hampasi bor. Hampaga solib qo'yganda bir kishi ag'da ham qarashib turadi aka. Ag'da ham qarashadi. Ha, bo'lmasa dam oladi, shart bo'lmasa. O'sha necha kishi ishlaydi hozirgi siz 1 million topayotgan holatda? 3 kishi ishlaydi aka. O'zim ham ishlayman. Undan tashqari ikkita bola ishlaydi. 3 kishi ishlaysizlar. Buni solib, ana uni bitta bochkani ochib ko'rsataylik-da. Mana shu to'lgungacha soladimi buni? Ha, o'zining normasi bor aka. O'zi biladi. Biladi, o'zlari bolalar, o'zimiz ham bilamiz aka. Xudo xolasa. Agar o'rgatib qo'ysangiz, mana obunachilarim orasidan chiqib qolib, mana shu ishda o'rgatib qo'ying deydigan odam bo'lsa, to'liq sirtini to'liq o'rgatib aka qo'yib, agar muammo bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali ham borib ham o'rgatib, ishga tushirmay o'rgandim deguncha ashta o'rgatib kelamiz aka. Hal qilib berasiz. Hal qilib, oching aka, sekretni ko'rsataylik aka. Mana O'zbekistonda trendda bo'lib turgan biznesni mana akalar ochib, sir-sinoatlarni, batafsil hammasini tushuntirib beramiz. Mana shu liniya keladi, ustida qum keladi mana shu. Ha, qum keladi aka, o'zining hampasi bor. Mana shu necha kilo endi bu? Qancha? Bu 0,46 kubalik mishalka. Bitta mishalkada tayyorlanadi, shu qum keladi, semeni, hamma yo'q, mana shunda keladi. Nimalar qo'shiladi? Qum, semen aka, suv, alyuminiy pudra, kauchuk soda qo'shiladi. Kauchuk soda qo'shiladi. Shu narsalar qo'shiladi aka. Fibralar. Uni qanchadan qo'shishini o'zingiz o'rgatib berasiz. Ha, ularni o'rgatib gramlarigacha aniq qo'yamiz. Xo'p, zo'r aka. Mana shu qoliplarga quyiladimi keyin aka? Aha. Qoliplarimiz hozir aka, uni ko'tarib to'g'rilab bitta ko'rsataylik. Nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoqqa keladi. Mana shu yoqqa kelib, mana shunga quyiladi. Bunga quyiladi aka, bundan keyin baqa yuradi. Qaqa yuradi. Mana qarab ketadi aka. Oddiy ekan-da, to'lguncha bo'ldimi, ochib tursa bo'ldimi? Ha, buni ochib tursa, o'zi yarim bo'ladi aka. Yarimdancha pastga bo'ladi, o'zi qolipdan ishib, mana shu surib, mishalkani tagiga olib. Mana shu yoqqa suraveradi. Ha, lenta orqali yuraveradi aka. Qurishiga qancha vaqt ketadi? Qurishiga hozirgi momentda bir 4 soat, 5 soatda hozir sovuq ob-havo. Sovuqda ham chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi aka. Mana ishlab turgan qoliplar, prosta kecha yomg'ir yoqqancha ishlamadi aka. Sezonsiz biznes aka. Sezonsiz biznes. Sinmaydigan biznes desa bo'ladimi aka? Sinmaydi aka, xudo xohlasa sinmaydi. Zo'r aka. Baqa keldi. Mana shu yerda quriydimi? Ha, shayda quriydi aka.
qurigandan keyin ustlarini kesib, 4 soatda dedi. ha, hozirgi ob-havoda 4 soatda mana Bittasidan nechta chiqadi? 12 ta g'isht chiqadi aka, bir donasi. 12 ta g'isht degani 5000 so'mdan qolganda bir 60 ming pul bor. 60 ming, 50 ming, 60 ming bor. 4 soatda bitta qolipdan 50 ming 60 ming puli bor. Ha. Xo'p, bu baqa o'tadimi keyin qurigandan Ha, keyin? aka, reskani tagiga o'tadi. Oldin bizda rushnoy edi. Naryoqda rushnoy reskada kesardik. Aha. Hozir mana aka rushnoy reskalar olib, Aha. ishga tushirib, ha, elektrik. yurgizsa ham Ha, yurgizsa bo'ladi aka, mana xudo xolasa, yurgizib. Bunaqa yurishni ham ishlatadi yana. Mashq holatda kesadi. Mashq holatda kesadi aka. Mashq holatda kesib turib, Ha, razmerlardan anaqa muammo yo'q. 20, 12, 10 kesaveradi. Peregorodkalarga ham mana xudo tashab ketilgan ekan aka, egalar qilib berdi. egalar qilib berdi. Ha, tashab ketgan ekan, qilib mana hozir biz 20 kerakligi uchun 20 ga qildi. O'zi o'chadi aka. O'zi o'chadi. O'zi avtomat ishlab o'zi o'chadi. Bu kesib bo'lgandan keyin qaqib o'tadi aka. Kesib bo'lgandan keyin aqa yuradi aka. Baqa o'tadi. Ha. Baqa o'tib, mana bundan yana bu yoqdan bu yoqqa o'tib ketadi. Aha. O'zining relslari bor aka. Og'ir narsa emas mana. Qiyin ish Bitta emas yosh ekan. bola qiyin ish emas mana. Itarib ketaveradi. Itarib ketaveradi aka mana bunday qilinadi. Mana. Ne o'tadi? O'zi mana buni ichida g'ish ketaveradi aka. Bunda kesilganlari Kesilganlar tayyor chiqadi. Endi qurishga o'tadimi baqa? Ha, bu yoqqa qurishga, bu yoqqa o'tib qo'yamiz. Keyin qurigandan keyin aka shuni olinadi, oxiriga olib borib, oxirida ham chiqib ketilaveradi. Oxirida olib chiqib ketilaveradi. Ha, Tayyor mahsulotlar ham bor ekan-a? Tayyor mahsulotlar ham bor aka. Bitta ko'rsa, bittasidan 5000 so'mdan qolsa, kuniga yaxshigina 1 million so'm daromad qilsa bo'ladi. Endi buni aka qancha ko'p ishlab chiqarsa, o'shancha ko'p pul qolaverar ekanda bu narsada. Ishlab chiqarish odam mana o'ziga ham bog'liq deydi-ku. Mana shu tayyor mahsulotlar. Tayyor mahsulotlar aka. Mana o'zimiz ham urilgan mana. Aha. O'zlari ham ishlatishyapti. Ha, uyga ham qo'yganmiz. Akalar Gazablok hozirgi kunda utilitel vazifasini bajar ekan. Trendda qurilishdagi trenddagi mahsulotlardan bittasi bo'ladi. Endi aka buni ishga tushirish 1,5 ming 2 ming bilan nechta chiqara olaman? Aka 1,5 ming bilan rushni reska bo'ladi. Ha. Mishalka, Aha. suv yomkisi bo'ladi, tentlashgan. Hamma yo'q tayyor holatda ikkita qolib, bitta rushni reska bilan boradi aka. Ikkita qolip bilan boradi. Ikkita qolib bilan boradi. Bular necha pul topsam bo'ladi? Aka, u bilan xudo xolasa bir kunda hozirgi momentda bir marta kechasi ikkinchisi quysa bo'ladi. Yozgi mahalda 2 marta quysa bo'ladi aka bittadan. Necha pul topaman? 50 mingdan 100 ming, 200 ming pul topsangiz bo'ladi bir marta quysangiz. 1,5 ming 2 ming bilan 100 ming 200 ming atrofida pul topsam bo'ladi. Chunki odam o'ziga bog'liq erinmasdan, misol uchun ertalab ozon chiqib quyib qo'yib, 3 soatda yozgi kunda 2 soat, 2,5 soat qatadi. Uni olib qo'yib, yana qayta quysa bo'ladi. Necha kishi ishlaydi o'shanda? Bir kishi o'zi eplaydi. Bir kishi eplasa bo'ladi, lekin bir kishi bemalol aslida bo'lsa ishlasa bo'ladi. Xuddi shunaqa sex ochmoqchiman. Pulim bor. Necha pulga o'rnatib berasizlar? Hamma yo'g'i. Aka, xudo xolasa mana shu lenta, menta hamma yo'g'i bilan ishlaydigan holatda qilib. Aka, bir 7 minglarga o'rnatib beramiz. 7 ming atrofida o'rnaydi. Nechta qolipi bo'ladi o'shanda? Aka, 15 ta qolib bo'ladi. Bitta avtomatreska bo'ladi. Avtomatreska, mishalka, lentasi bo'ladi. Suv yomkisi, relslarigacha. Hamma yo'g'i egasi bizga tagdagi betoni bor-ku, mana betonni quyib bersa bo'ldi. Yo'nliklargacha, ha, arkalari endi o'ziga arkalarni o'zi qiladi. Sizlar mana shu 10 ta qolib dedingizmi? 15 ta qolib, 15 ta qolib. Avtomatreska, mishalka, lenta, tagdagi betonini uyda egasi quyib bersa bo'ldi. Ugonligini ham o'zimiz olamiz. Ugonligini ham o'zimiz olamiz. Chiqarishda hamma yo'qda o'rgatib. O'rgatib, kalkulyashni aka men o'rgandim, bo'ldi desa, keyin ketamiz. U tomondan klient chiqib qolsa ham berib yuborasiz. Berib yuboramiz aka. Do'stlar, pastga raqamlarni qoldirib qo'yapman. Hozir yana borib yangi holatdagi qolip stanovlarni ham sizlarga skladlardan ko'rsataman. Xudo xolasa ko'rsatamiz. Do'stlar, qanday bo'lsa skladga ketdik. Do'stlar, sexga ham yetib keldik. Mana shu yerda hamma yo'qda ishlab chiqarib, biznesingizni tayyor qilib o'rnatib berishadi. Hozirgi kunda наличиda nimalar bor aka? Aka, наличида hozirgi kunda tayyorlari bor. Gazablok chiqaradigan liniyani tayyorlari bor. Mana shu biz aytgandek 1,5 ming dollarga tayyorlari. Nima 1,5 mingga? Mana shu yerda mishalka, ikkita qolib, rushni reska, suvbochka, shabloni, motori, kakpolijni olib borib ishlaydigan holatda aka. Mana shu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta narsa tayyor 1,5 ming dollar ichida. Mana shunday 1-200 ming topaveradi kuniga. Topaveradi aka. Bir kishi yetadi. Bir kishi aslida ishlab, ikki kishi yirtaveradi ishlab. Ikki mahal quysa bo'ladi. Ikki kishi ishlasa, demak qolipni ham ko'paytirib olsa bo'ladi. Ko'paytirsa zo'r bo'ladi. Qolipni o'zini отдельный necha pul qilib berasiz? Aka, qolipni o'zini donasini 200 dollar qilib beramiz aka, dastlabkilar bilan, xudo xolasa. Donasini dastlabki qatgacha? Dastlabki O'zbekiston bilan qilib beramiz. 200 ming dastlabkasi ichidami? 200 dollar dastlabkasi ichida. 200 dollar dastlabkasi ichida. Bitta qolib. Bitta qolibga. Boshlanishiga 1,5 ming olib turib, foydasini ko'rgandan keyin yana 200 dollardan qo'shib qolib qo'shib ketsa, tagiga relsga o'rnatib, biz ko'rgan, hali ko'rsatganimiz liniyalarga qiladimizda, tagiga roliklarni qo'yib berib, endi roliklargacha qo'shilib qoladi aka. Zo'r.
Buni o'zini olaman deganga necha pul qilib berasiz mana mishalkani o'zini? Aka, mishalkani o'zini ishlaydigan holatini 6 million so'm qilib beramiz. 6 million so'm qilib berasizlar. Aha. Zo'r. Aka, yana nimalarimiz bor? Aka, Ko'rsating. mana 1,5 minglik, 1,5 ming. 1700 dollarlikda 3 ta qolib bo'ladi. 3 ta qolibda 1700 3 ta dollar. qolib, rushnoy reska, suv bochka, mishalkasi bor. Aha. Undan keyin 2000 ga 5 ta qolib, suv bochka, mishalka bunaqalari ham bor ekan. 5 ta qolib. Ha, 5 ta qoliblik 2000 ga. 2000 dollarga boshlasa 2000 dollar boshlasa. Reskasi ham bo'ladimi? Ha, rushnoy reskasi ham bor buni. Rushnoy reskasi bor. 2000 dollar. Menga aka 2000 dollarligingiz yoqdi. Ha, Undan ko'proq pul topsa bo'ladi. Bo'ladi, ha. Chunki Har tagiga bittasida roliklarni qo'yib, kakbolojni yuradigan qilib beramiz hozir liniyaga qo'yib. 4 soatda bir mashina o'zidan 300 ming yoki Bor, 200 ming ishlasa bo'laveradi. 300 ming qoladi. Sotib olsa bo'ladi. Sotib olsa bo'ladi. Sotuvni ham yo'lga Bundan qo'yasiz, tashqari, e'lon qilasiz, ha. reklamalar bosasiz. Bulardan tashqari aka 2000 dan 1,5 mingdan boshlab 40 ming dollargacha katta liniya qilib avtomatlashtirilgan o'zi ish qilmaydi. Prosta shu avtomat knopkani bosib turadi, qolib surib turadi, bo'ldi. Qolib surib turadi bo'ldi. 50 tonna, 10 tonnalik, 20 tonnalik qanaqalargacha bor. Semen bochkalarigacha bo'ladi aka. Lentalar kakbolojni knopkani bosadi, qolgan narsani o'zi to'ldiradi. Tarozigacha bo'ladi. Hamma yo'q bo'ladi. Hamma yo'g'i. Xo'p, o'zlaring mashinasi bor ekanlar, hamma yo'qni yasayotgansizlar. Yasab, xudo xolasa. Demak, sizlardan olgan mahsulotni qayerdir nosoz bo'lib qolsa yo nimasidir buziladigan bo'lsa, hamma yo'qni o'zlaring yetkazib beraverasizlar. Yetkazib beramiz. Undan muammosi yo'q. Buzilib qolib, tushunmay qolgan joytiga ham telefon qilasiz aka, borib, yo'l-yo'lakay ko'rsatib, tushuntirib, o'rgatib beramiz. Faqat gazoblok chiqariladimi yo? Gazoblok, penablok bor. Penablok ham bor. Penablok ham bor. Xo'p, penablokdan o'ylamiz necha pul aka? Bular 800 dollar mana shunaqa chiqadi. 800 dollarga nimasi bo'ladi? Bochkasi bo'ladi, loy tayyorlaydigan nimasi, mishalkasi bor, kompressori bor. Aha. Xohlasa bunda. Xohlasa bunda. Ha, xohlasa rushnoy mishalka beramiz, narigalik qo'ldagidan. Xo'p, qancha dedingiz? 800 dollarga chiqadi. 800 dollarga qanaqa monaqali bo'ladimi? Yo'q, rushnoy bo'ladi aka. Rushnoy bo'ladi. Yelim bochkani Yelim, mana tayyor bochkasi bor o'zini, mana. Bochkasida ular rushnoy unaqa qilib beramiz. Mashina tayyorlaydi, quyaveradi. Bitta kompressor, mishker mashinaga tayyor tushadigan qilib. Penasi bunda tayyor bo'ladi. Penasi bunda tayyor bo'ladi. Men bochkaga quyib turib quyaveradi. Ha, buni ikki kishi quyaveradi aka. Ikki kishi bemalol quyaveradi. Ikki kishi 3 ta qolib bilan bemalol bir kunda bir 2 ta quyib yuborsa bo'ladi, 250 ta. Bir donasidan necha foyda qiladi buni quysa? Aka, buni 10 ming sotishadi. Aha. Hozirgi kunda 10 mingda urgani. Rasa bo'lsa bir 8 mingga ham bormaydi, bir 6 minglarga tayyor bo'ladi. 4 ming foydasi bor. 4 ming foydasi bor. 4 ming foydasi bor. 4 ming uchun foydasi bor bunda. Odam ishlatgan taqdirda ham foydasi bor. Bo'ldi. Aka, bularda ham bemalol sizdan olsa bo'laveradi. Xudo xolasa bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki o'rgatish ham ichida. O'rgatish ham ichida aka. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, yana bitta savolim aka. Bundan tashqari hali penalon bosib qo'yadigan nimalarimiz bor? Ularda aka mana unga ham ishlatsa bo'laveradi mana. Mishalga nimasi, loy bochkasi, bochkasi, pena chiqaradigan. Bitta mishalkasi bilan ishlayveradi aka. Tomga lombos quysa ham bo'ladi. Buni penasini qo'yadi. Mikserda aralashtirib quysa bo'ladi. Aralashtirib bitta quysa o'zi lombozga chiqaveradi aka, joy bo'lsa. Demak, buni olgan odam bundan gipsoblokda ikkita biznes qilsa bo'ladi. 800 dollarga ikkita biznes. Ikkita biznes qilsa bo'ladi. Zo'r. Akalar, ko'rib turibsizlar. Yana nimalar bor? Qanaqa xizmatlar bor aka? Aka, mana shu xizmatlardan lentalar ko'rsatdik. Lentani ham yasab beramiz aka, xudo xolasa, chiroyli qilib. Любой sohaga lenta ishlab beramiz. Любой. Asha bunga endi penablok nimaga, gipsoblok emas, mana gazoblokka asha liniya qilinganda iloji boricha lentalari bilan chiroyli qilib beramiz aka. Boshqa sohalarda ham lenta kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga murojaat qilaverasizlar. Ya'ni asha turpoq qumlar bilan ishlaydigan, bunday tepaga olib chiqib to'kib berish uchun vazifasini bajarib beradi. 220 380 muammosi yo'q aka. Muammosi yo'q. Yo'q, uni qilib berilaveradi. Zo'r. Akalar, bittadan like-ni bosib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimi ko'zi yetayotgan bo'lsa, kimi puli bo'ladigan bo'lsa, riskovat qilishga akalarimizga aloqaga chiqsalar, hamma yo'l-yo'rig'ini o'rgatasiz. Yo'l-yo'rig'ini o'rgatamiz aka. Sizdan o'rgangan yaxshida ham o'zingiz ishlab chiqarib sotyapsiz, realni ko'rsa, kelib ko'rib ketsa ham bo'ladimi? Kelib, ko'rib ketsa ham bo'ladi aka. Mana sotayotganingizni, foyda qilayotganingizni ko'rib ketsa bo'ladimi? Kelib, aka, men keldim shunaqa desa, ishxonaga olib boraman, ko'rsin, gap kelaman. Ko'rsa, yo'qsa keyin gaplashamiz pulini. Bo'ldi. Akalar, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Meni nomimdan sizlarga yana ham bonuslarni qilib, chegirmalarni beramiz aka. Zo'r qilib beradilar. Like bo'lsa, obuna bo'lmaganlar hali ham obuna bo'lib qo'yinglar. Aka, rahmat. Sog' bo'ling, charchamaysiz.